4-ci qism. Muşularning hammasi Raziyaning esida bor. Bugungi mushu ishlarmi uzoqcha uning yodidan chiqmaydi. Buningdan 10 yil yoki 20 yil keyinmi mushu ishlarni eslashi mumkin. Raziya Gulpiyaning ko'zlariga qarab qo'rqib ketdi. İç-içidan chiqayotgan sovuq tuyg'u uning tomirlarida shuvuldab aqdi. Tomirlari goh muzdek to'nglab, goh zahardek tuyg'udan vijildab kuyatdi. Men gunohkor qizim. Raziya Gulpiyani mahkam quchoqladi. Mushudaq bir erga tekkandikin men gunohkor. Ona bola ikkisi mahkam quchoqlashdi. Qiya ochiq derizdan qutqizish mashinasining viyildashlari anglanadi. Shu holdagi yulduzlar, shu holdagi gullar ham Raziya, Shokir, Gulpiyalarga notonush, hamma narsa sukut ichida jimliqqa g'arq bo'lgan edi. Men Nadiraning o'rinda bo'lib qolsam-chi? Nima? Nadira degan kim u? Raziya hayronlik bilan qiziga tikildi. Qizining bo'yi o'sgan, cho'ng bo'lgan, ammo bolalikdagi vahimali ko'zlari sho'ppeti edi. Hatto burunqidimi bakarak esangirab turadigan bo'lib qolgandek qiladi. Gulpiyaning bolaligi bilan hozirgi holi Raziyaning ko'z oldida almishib turadi. Mening saboqdashim maktab bo'yicha eng chiroyli qiz. Gulbar seriqdek aska emas. Uningga nim bo'pti? 18 yoshga kirgan Gulpiyaning ko'zlari, qarashlari, lavlaridagi tabassum 18 yoshli qiznikiga o'xshamaydi. U yolg'iz qoldi. Raziyaning og'zi ichilib qoldi. Gulpiyaning g'alati chaqnab ketgan ko'zlarida asabiy tuyg'uning qora chumolidek qimirlashib yurganini ko'rgili bo'ladi. Raziya shu holda Gulpiyaning nima deganligini bilmaydi. Simsim yomg'ir yig'iyotdi. Yomg'ir tomchilarining yiqimliq sipashlarini iz qilayotgan shu damda rohat baxsh salqinlik ko'ngillarga oromlik beradi. Hayotning issiq nafsiga o'xshaydigan qizining batnashlari chiroyli edi. Erkak yurkining shundoq bir davrlari bo'ladi. Dunyo, nur, fursat ham xo'shallikning hammasi bir qizning ko'zida, ziniqida, mangzida, tabassumida bo'lib qoladigan. Nadiraning domsiyishlari Muratning yuragiga dunyoning jimiy go'zalligi, issiqligi bo'lib tuyuladi. Xapımıға kechikib qoldi. Sana ko'zoynak ilib olay deb do'kon kirgan. Tanlab bo'lolmay shu. Ko'zoynak? Dalaga chiqsaq bak optab, ko'zingni ocholmay qolsa. Rahmat, sen bek yaxshi jumu. Dal topdim. Yaxshiligimga gap ketmaydi. Deb qo'ysam amdi. Shaharning osmonidan to'kilayotgan go'zal tomchilarning shivirlashlari anglanadi. Paditishimi qizil ko'pni kiyib olgan Nadiraning xuma ko'zlariga tikilgan Muratning shavqin ko'tarilgan yuragini o'zidan boshqa hech kim bilmas kerak. Boshqa balla qani? Kimni deysan? Anvar Gulbaharlarmi bormoqchi edi-ku. Gulbahor bormaydi ekan. Gulbahor bormasa, Anvarim bormaydi ekan. Bu shundoq bir ishlar ekan. Dedi Murat kulimsirab. Nadiraning shu chaqda Muratni mahkam quchoqlag'isi kelganligini Murat hargiz bilmaydi. Gulpiyani chaqirib olaylikmi? Murat beshini chayqadi. Bugun sen bilan qolg'in ba. Faqat sen bilanla. Bizga hech kim daxli qilmasin. Bugungi tug'ilgan kuning menga mansub. Shaharning simsim yomg'irdan tumonlangan osmoni Muratga bakli chiroyli ko'rindi. Dal shu chaqda Murat o'zining yuragini tingshayotgan shu damda qizil ranglik bir mashina shiddat bilan Nadira tarafga qarab keldi. Shundoq shiddat bilan nihoyat tez. Nadira, bu yoqqa. Nadiradan 2 qadam yerida turgan Murat etilganicha Nadiraning qo'lidan tortib uni yoniga tortib oldi. Yu o'zi daldangishib yoniga qiyib qoldi. Mashina quyundek tez kelguncha Murat qo'rildi. Nadiraning o'zi mangu qabul qilinmaydigan ochiq qismati dal shu damdan boshlangan bo'lishi mumkin. Nadira shu damni bekchi xiyoldan o'tkazdi. Shaharda simsim yomg'ir yig'iyotdi. Nadira Muratning ko'zlaridan ko'zni uzanmay turdi.
Shu chaqda nayta hayvatlik bir ovoz anglandi. Hayvatlik emas, qo'rqinchliq. 18 yoshlik Nadiraning ko'zi Muratning ko'ziga tikilib, xumarlashib turgan damda Murat vaqirg'inicha uning qo'lidan tortib bir yonga tortib oldi. Arqadan bir mashina vingildab kelguncha Muratga urildi. Arqadan hayvatlik emas, shiddatlik ovoz anglandi. Nadira danq etib turibla qoldi. 18 yillik yuragi naq o'ttirdan 2 parcha, 4 parcha, 5 parchaga bo'linib ketdi. Ba'zi yuraklar necha ming parchaga parchalanib ketadi. Buni pari bo'ldi yoki barbod bo'ldi deydi. Murat! Nadiraning ichinishlik chayqirishi shu kundagi shaharning yuragini asqurtibdi. Hashpashdegicha bir muncha odamlar o'lashdi. Burutlari o'sib ketgan shopur chiroyi tamdek tatarg'ini jangvi qilib qarab turadi. Yuz ko'zi qonga milangan, hushidan ketgan Murat so'zlab yotadi. Og'zi yerim ichilib qolgan, oppoq tishlari qon arsida qolgan Muratning yuz ko'zidagi qon quyosh nuri ostida qo'rqinchli ko'rinadi. Nadira keyingi uzoq kunlarda Muratning mushu holatini tushlarida nihoyat ko'p ko'rishi mumkin. Bir necha odam Muratning mashinaning chaqi yenidagi qislanchilikdan tatib chiqadi. Ayol o'tmay qutqilish mashinasining signali anglandi. Nadiraning dunyoga erkilab uzayotgan to'limi ravon hayotlik kemasi xuddi Titanic nomli paraxod mustaqqa urilgandek shu kuni pari bo'lib ketdi. Murat! O'shidan ketay deb qolgan Nadira batbo'y puroq to'lgan koridordan o'tib ketib, hech nimani o'ylayolmadi. Bosh ko'zi tingilgan, osmoqul urilgan Murat oppoq taqiga o'rinib yotadi. Hasratli ko'zlaridan taramlab yosh to'kilayotgan chiroyli bir ayol isadab yig'layotdi. Ayolning bekmi qamlashgan bo'ybasti qayg'udan egilgan, ezilgan edi. Bemorning ahvoli mana mushunga yezilgan, Sardar doktor. Nadira esini yo'qotgandek tamg'a yo'linib turadi. Yiliq ayol yig'idan qizirib ketgan ko'zini Sardar doktorga umid ham talmirish bilan tikkan edi. Esadashlari tar koridorda asta yeyiladi. Qo'yuq chochlari cho'lib turadigan doktor sestraning qo'lidagi qog'ozni elib bir qo'ri ko'rib chiqqandan keyin dedi. Bemorni jiddiy operatsiya qilishimiz kerak. Sardar, dedi yiliqi ayol ko'z yoshlarini to'xtatmay o'ksiginicha. Sardar doktor Cho'lponning oldiga bordi. Cho'lpon uning ko'zlaridan bir turlik ishonchni ko'rgandek bo'ldi. Cho'lpon uchun eng muhim narsa mana mushu edi. Cho'lpon keyingi kunlarda ig'ir yurak mung'lariga patqanda Sardarning ishonch urg'igan mushu ko'zlarini aslaydi. Yo'liga yo'riq topadi. Cho'lpon, operatsiya qilish birdan bir chora. Men Holidan ketay deb qolgan ayol tamg'a yo'langanicha o'mcharab yig'lamsiradi. Men butun kuchim bilan tirishaman. Qolganini keyin deyishayli. Hozir vaqt qiz, bardan bo'ling. Doktorlar ishkardagi oshxonaga kirib ketishdi. Sestralar yugurishib yuradi. Yiliq ayol Nadiraga qarab qo'ydi. Uning Nadiraga gap qilg'isi yo'qdek qiladi. Birdilli jahonning jimi yuki ustiga ortilgan Nadira qismoqdek egilib qolgan edi. Birdamdan keyin biraylan Cho'lponni chaqirdi. Bir necha varaq qog'ozni Cho'lponning qo'liga tutqizdi. Sardar Cho'lponning oldiga keldi. Qanday qilamiz Sardar? Cho'lponning taramlab to'kilgan yoshlari mangzini bo'ylab oqatdi. Hay, rostdan desam, Muratning ahvoli ig'ir. Hozir uni jiddiy operatsiya qilmasak bo'lmaydi. Qandoq bo'la? Biz tirishimiz. Hozirgi eng muhim nishon Muratning hayotini saqlab qolish. Keyingi ishlarni keyin bir nima deyshayli. Biroq Baraylan Sardarni chaqirib uni boshlab yandagi ishxonaga kirib ketdi. Siz uning nimasi? Dedi yana bir doktor Cho'lponga qarab taqatsizlik bilan. Men uning ochisi. Uning ota-onasi o'lib ketgan. Men uning birdan bir qeyrindishi, ochisi.
Undaq bo'lsa, bu miki deydigan chaq emas. Oldi bilan buningga imzo qo'ying. Davolanish pulni tep kelay. Bo'ldi, bu ishqa boshqa turmang Sardar doktorning tuqqan ekansiz. Biz qoidaga xilof ishdan birini qilaylik. Bu bala mundaqli tugishib kelsa bo'lmaydi. Vaqt bir yerga bordi. Sizning pul tep kelishingizni saqlasak ulgurmaymiz. Imzo qo'ying. Har damda nihoyat nurg'un ishlar yuz berib turadigan shahardagi bir doktorxonada bir jonni saqlab qilish uchun nurg'un jon tipirlayotdi. Shahar jon saqlash uchun turli usullarda tipirlayotgan odamlarning harakatidan qimirlaydi, lo'mildaydi. Cho'lpon ko'z yoshlarini surtib, xanzochi yozilgan materialning ostiga titrab turib ismini yozdi. U beshini ko'targanda oldida Sardar turardi. Sardarning ko'zidagi qat'iyat ham taqobil turg'ili bo'lmaydigan samimiylik uningga kuch bergandek bo'ldi. Cho'lpon shu damda bu ko'zlarni, mushu damni, mushu holdagi eg'ir ham qo'rqinchli tuyg'ularni mangu unutib ketolmaydiganligini o'ylamagan edi. Ko'zoynak. Nadira ko'zoynak taqig'ili amroq edi. Sayohat qilg'ili amroq edi. Ko'zoynak taqig'ili, sayohat qilg'ili amroq Nadira o'zining mushu narsalarga, mushundaq ishlarga amroq bo'lib yaralganligidan bir umr nafratlanib o'sishi kerak. Nadiraning xiyolicha Murad ko'zoynak olaman deb kechikmagan bo'lsa, mushu voqea yuz bermaydi. Nadira nurg'un qayta mushundaq o'ylaydi. Suyimlik shahar bilan, Murad bilan untinsiz xo'shlashayotganda mushundaq o'ylaydi. Dilmurad bilan yerim kechada shahardan chiqib ketib etibmi, mushularni o'ylaydi. Nadira bilan Murad simsim yomg'ir yoqqan oshu vahimlik kunni har qitim yodiga olganida, hayot ham dunyoning kishi tushunib bo'lg'ili bo'lmaydigan qismatlari haqida uzoqdan uzoq o'yg'ib yetib ketadi. Cho'lpon hozirli yiqilib ketadigandek qalsizlanib qolgan nozik qizga qarab qo'ydi. Qizning go'zalligi Cho'lponni hayron qoldirdi. Keyingi kunlarda Cho'lpon Muratga Nadira ismli qizdan yiroq turishni aytganda, qizning evansiz go'zalligini yodiga oladi. Enisining u qizdan ayrilmaydiganligini his qiladi. Cho'lpon Muratni mashina so'qiyotgan shu kunini uzoqcha qo'rqinish ichida eslab qoladi. Palash bo'lib qolgani Murat emas, o'zidek yuragi qiylanadi. Tanholikning she'riy tuyg'uga boy g'ayribligi orasida turib, kashmishlarini esiga oladi. Sardar bilan tanishgan kunlarni, Murat voqeaga uchragan kunni, Sardarning shu kunlardagi jon ko'yganligini eslaydi. Gulnigarning o'zini eng yomon tillar bilan tillab yozgan uchurlarini yodiga oladi. Gunohkorlik tuyg'usi bilan kashkila bo'lmaydigan sevgi orasidagi qisilchilikqa kaplashib qolgan Cho'lpon ba'zida Muratning ichinishlik taqdirini Gulnigarning sari tutqanligidan bo'ldi deganlarni o'ylab qoldi. Sardarga bo'lgan sevgisi bilan jinoiy tuyg'ulari orasida yuragi qisilganda, Gulnigarning o'zini zahardek tillar bilan haqoratlagan uchurlarni ko'rsa, ko'ngli taskin tepib qoladi. O, Gulnigar bilan Suzuk buloq oshxonasining ayrimxonasida so'zlashayotgan damlarda oxirgi manzilga yetgandek tuyg'uga keladi. Gulnigarning oldidagi qarzdorlik tuyg'usidan tamoman qutulib ketkichi bo'lgan oraliqda har qitim haqoratli uchurlarni topshirib olganida, yuragidagi beoromchilikning yengillab qoldiganligini oxirgi qitim hayronlik bilan his qiladi. Sardar taqatsizlik bilan soatga qarab qo'ydi. Cho'lponning haylashmay keldiganligini bilib tursa-mu, yana ko'nglidagi talmirish uni beorom qilib turadi. Sardar mashinaning aynigini ozroq tushirib qo'ydi. Sirtdagi salkin shamol rohatlik shuvildab yuzni silab o'tadi. Sardarning ko'nglidagi hayajon ham talpinish ichidagi taqozolik, kutish uni titit qiladi. Kechikib qoldim, ochiqingiz keldimi? Yo'qay. Dedi Sardar kulimsirab. Cho'lponning ovozi bilan jahon kengirib qolgan edi. Yoqdamaysiz-ku, cho'qim ochig'ingiz keldi. Men sizni bilaman. Kechikkanni yomon ko'rsiz. Bilgandan kechikmasangiz bo'lmamda hamsa. Qasdan kechikmadim. Mangay deb tursam do'konga xaridor kirib qoldi. Xaridorni yo'lga sepib tursam, Murat she'ri e'lon qilingan gazetni akapti. Shuning bilan hayol bo'lib qoldim. Muratning she'ri e'lon qilinibdi-da. Yaxshi gap-ku. Mana
Cho'lpon gazetni Sardarga uzatdi. Sardar Muratning she'rini qiziqish bilan o'qib chiqdi. Bu balada talat bor, aqli soz, texmi muhimi u chakin emas. O'zining yishiga qaraganda eg'ir besiq, tamkin. Mushundaq bolalar qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi bo'ladi. Uni men uchun tabriklab qo'ying. Rahmat. Murat meni xotirjam qiladi. Siz xotirjammi? Xotirjam, albatta xotirjam. Ammo men xotirjam emas. Nemishqa siz xotirjam bo'lmagidak nemish bo'ldi, doktor apandi? Cho'lpon yumshoq qo'llari bilan Sardarning qo'lini tortib qo'ydi. Danga, nimadan xotirjam emassiz?